Assalomu alaykum. Bugun TP-Link kompaniyasini kameralar nastroykalarini aytib o'taman. Unda standart bo'yicha mana POI switch, NVR kameralar bo'ladi. Televizorimiz paneli, nastroyka paneli mana shundan iborat bo'ladi hammasi. Bunda rus tilini tanlaymiz birinchi o'rinda. Regionimiz O'zbekiston bo'ladi. Novoy parolda novoy parol teramiz. Обязательно birinchi harfi katta harf bo'lishi kerak. Bunda biz mana QWERTY katta harf bilan terdik. Ketma-ket bo'lmasligi kerak sonlar ham. Xuddi shu parolni подтвердить qilamiz, yana bir bor teramiz. Keyin mana bu yerda такой же пароль как у NVR degan narsa bo'ladi. Xuddi NVR dagidek parolmi deb savol beryapti. Ha deymiz xohlasak. Keyin elektron pochta обязательно bo'lishi kerak, Gmailimiz. Mana bu tomonda ham pastda ham yana bir marta подтверждение beramiz. Xohlasak mana buni bossak, sразу qo'yiladi o'sha подтверждениemiz yana bir bor. Keyin nastroykamiz tugaydi. O'shanda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Жесткий disk qo'yilganda mana bu yerda обязательно жесткий diskda format berib yuboramiz. Обязательно. Mana жесткий disk format berib bo'ldi. X bilan chiqib ketamizda, oxiri следующий bilan tugatamiz. Mana nastroykamiz tugadi. OK deb bosamiz. Mana общий qurilmalar. Bu tomonda grafический ключ so'raydi. Bu yerda parol so'rayapti. O'sha parolni teramiz.